Assalomu alaykum. Siz uchun kanalining obunachilari va YouTube tomoshabinlari barchangizga ro'za Ramazon xayrli va barakatli bo'lsin. Yana bugun sizlar uchun va sizning xonadoningiz uchun kerakli santexnika mahsulotlar do'koniga kelganmiz. Hop, biz Namangan shahar Lolajahon bozori B blokidamiz. Do'stlar, 44-do'kon ekan. Kelaversa Ronas brendli do'kon. Bu joyda barcha turdagi santexnika mahsulotlari bor ekan. Ariston, suv isitgich, bularni haqida barchasi haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Bizdan uzoqlashmang, kanalimizga obuna bo'lib, bittadan like bosishni unutmang do'stlar. Barchasi siz uchun va sizning xonadoningiz uchun bo'ladi. Xo'p, endi do'stlar, birinchi bo'lim mana shu eng ko'p ishlaydigan simisiyalardan boshlaymiz. Bu yerda har turligi bor ekan do'stlar. Mana barchasi albatta sizning xonadoningiz uchun bo'ladi. Hop, bularni haqida, sifati va narxi haqida Abdulahad akamiz yordam beradilar. Kameraga tushmayman dedilar, lekin ovozlarni xudo xolisi chiroyli ishlasizlar. Mashinadan boshlayapmizmi? Hop, bular haqida ma'lumotini bering. Bu arzon go'shtlarimiz bo'ladi. Eng arzoni sifati normalniy o'rtacha holatda bo'ladi. Hamyonbop. Hamyonbop, materiali sink bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 110 ming so'm. Mana shu turish komplekt holatdagilar. 110 ming so'm. Mana o'rtacharoq sifatlilari. Materiali sink. Narxiga keladigan bo'lsak, 200 ming so'm, mana ular 220 ming so'm. Sonra bu simsitlarimiz narxiga keladigan bo'lsa, bular 250 ming so'm. Mana bu do'shlarimiz ham bov. Bular laturli bo'ladi. Ya'ni bu nasabkasi mana ular juda uzunroq ekan. Har kim didiga qarab talashaveradi. Buni uzun kalta qilsak bo'ladi. Shnurlarga keladigan bo'lsa, shnurlari ham yaxshi, 1,5 metrli bo'ladi. Agar bu qisqalar qiladigan bo'lsa, 2 metrli qilib almashtirib beramiz. Ya'ni talabga qarab o'zgaraveradi bu. O'zgaraveradi. Bular bov bo'ladi. Mana ular bov. Mana ular bov firmalar, bular laturli. Mana ular narxiga keladigan bo'lsak, 350 ming so'm. Muzlatib qo'yishmasa, korpusiga 5 yil garantiya beramiz. Ya'ni bular ishonchli brendga tegishli. Ishonchli brendga tegishli kafolati bor. Eng arzon bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, bular 100 ming so'm. Ular 150 ming so'm, bular 180 ming so'm. Bular 250 ming so'm. Mana qora xohlaganlar uchun qoralar ham 250 ming so'm. Mana bular gigiyenskiy dush hisoblanadi. Ya'ni bizni tilda aytganda mustahab. Bularning narxiga keladigan bo'lsa, mana ikki xil rasvetkasi bor. Mana nikellari 150 ming so'm, qoralari 200 ming so'm. Mana ular 180 ming so'm. Mana bu hozir ko'rsatgan dushlarimizni shu gigiyenskiy dushi mustahab, bular narxiga keladigan bo'lsa 280 ming so'm. Hop, mana do'stlar, bu tomonda endi dushlarimiz ham bor ekan. Mana devorga qotiriladigan tayyor. Hop, mana shu chekkadan boshlaymizmi? Bu boshdan boshlasa arzonroqlari. Hamyonboplari bu chekkadagilar. Hamyonboplari. Mana ular stoya dushlarimiz, bular eng arzon variantlardan 300 ming so'm chiqadi. Mana pianiniskiy dushlarimiz, bular narxiga keladigan bo'lsa, bular narxlari 250 ming so'm. Ya'ni bular funksiyasi ko'proq bo'ladi. Funksiyasi ko'proq, ha. 4 xil funksiyada hisoblanadi. Gigiyenskiy dushlari ham bor. Hamma joyi do'stlar, hamma yoq smart bo'lib ketyapti imkon qadar. Mana ular nikelli varianti, mana yerda gradusini ko'rsatib turadi. Ya'ni ekran bor bu yerda. Mana yerda ekran bor. Suvni ochganingizda gradusi ko'rsatib berib turadi. Ya'ni misol 30, 35, 40 gradus. Mana unda ligirovka mana bundan bo'ladi. Mana 4 xil funksiyali bo'ladi. Bularning narxiga keladigan bo'lsa, mana ular 250 ming so'm, mana ular 600 ming so'm. Bu holatda komplekt holatida bular. Komplekt holatida, ha. Do'stlar, sizlar xonadoningizga qaysi biri ma'qul tushadi? Kommentariyada fikrlaringizni qoldiring. Hop, Keyingilarimiz mana koko dushlarimiz, koko rasvetka dushlarimiz 3 xil bor. Mana bu 2 xil rasvetkasi hamyonbop. Mana u kaltaroq qismi. Ya'ni misol qisqaroq xohlayman deganlar uchun mana ularimiz uzunroq. Ya'ni bular vannaga ko'proq. Joyga qarab bo'laverishadi. Mana uni ikkitasini narxiga keladigan bo'lsak, bularning narxi 380 ming so'm. Mana bunisi sal qimmatroq chiqadi. Korpuslari albatta latur hisoblanadi. Bunisi esa 500 ming so'm chiqadi. Bularning kafolati qanaqa? Kafolati 1 yil. Hop, keyingilarimiz mana hozirgi ko'rgan bov go'shimiz bor-ku, shuni istayaga. Do'stlar, buni ikkitalik ekan, katta kichigi bor. Katta kichigi bor. Bu qora varianti. Mana bu nikel varianti, mana bu qora varianti. Korpuslari yaxshi, sifatli, muzlatib qo'ymasa bularga 5 yil kafolat beriladi. Bularning nikel rangi 800 ming so'm chiqadi, qora rangi esa 900 ming so'm. Qora rang stokini xohlaganlar uchun arzonroq varianti, bularga 500 ming so'm chiqadi. Ya'ni bu boshqa firmaga tegishli? Firmasi boshqa firma bo'ladi. Bunga nisbatan sifati sal pastroq, lekin o'rta
Uncha arzon ham emas. Narxlari 500 ming so'm chiqadi. Hop, hozir bularning ichida eng sir xaridor qaysi biri? Ko'p tavsiya qilinayotgan mana bu bov stolka go'shtlarimiz. Inaktiv hamyonbop o'rtacha mana bu 400 ming so'm, 450 ming so'mlik go'shtlarimiz hisoblanadi. Ya'ni ko'p kishi so'rab keladi. Ko'pchilikni so'rab keladigan o'rtacha O'rta narxlar shu ham. Hop. mana bu rakibinalarimiz eko keramika sifati birinchi sort hisoblanadi. Farg'ona viloyatida ishlab chiqariladi. Keramika zavoddan garantiyani 10 yil bergan. Sarg'aymasligiga. Sifatlari o'ta yaxshi. Buni 4 xil rasvetkasi bor. Narxlarga keladigan bo'lsak, mana bulari 450 ming so'm, 450 ming so'm, 450 ming so'm, 450 ming so'm chiqadi. Ya'ni joyingizga qarab, holatga qarab olaverasiz. Fasonlari boshqa, narxlari esa bir xil hisoblanadi. Do'stlar, mana sal kichikroq bor ekan. Bu arzon variant. Bu boshqa variant, asl variant Toshkentniki. Klientlarimiz va mijozlarimiz keladi-da, mana asl variant ikkinchi sort bo'lsa, buni oyog'i ham bor edi. Endi mijozlarimiz keladi. Bizni rakibimiz oyog'i sinib qoldi, oyog'idan bering desa, endi iloji yo'q, oyog'ini berib sotaveramiz. Bunga hozir boshqa oyoq qo'yib qo'yganmiz. Gozo firmaniki. Ya'ni komplekt qilib beriladi. Komplekt qilib beriladi. Klientlarimiz xohishiga qarab, misol biznikini mana tepa qismi sinib qoldi. Shuni tepa qismidan qilib bering deysa, klientlarni talabaga qarab imkoniyatdan kelgan holatda hop deb qilib beramiz. Do'stlar, mana kesani murosa qiladigan do'kon ekan. Xudo xolasa sizlar bo'ladi. Hop, endi pastda chashagillarimiz ham bor ekan. Birolar shularni ham ma'lumotini bersak. Chashagillarimiz, mana Xitoy chashagillarimiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, bular 300 ming so'm. Mana bu esa Marvarid chashagillarimiz, Erondan keladi. Sifatlari o'ta a'lo darajada hisoblanadi. Eng ko'p ketadigan chashagillardan bittasi shu Marvarid hisoblanadi. Sachratmaydi, sifatlari a'lo darajada. Narxlari 40 dollar chiqadi. Ya'ni 480 ming so'm. Mana bu o'sha bu ham Eronniki, sal kichikroq varianti. Narxlari esa 350 ming so'm chiqadi. Mana bu Xitoy chashaginimiz. Xitoy chashaginimiz bu Z sifonli bo'ladi. Ya'ni mana bu chashagillarimizni tagiga xuddaligi tuyaga o'xshagan Z sifon degan narsasi bor. Bularga qo'yiladi. Bularniki o'zida bo'lib chiqadi. Ya'ni komplekt. Komplekt, Z sifon o'zida bo'lib chiqadi. Ya'ni buni ko'proq domlaga olinadi. Ya'ni domlaga nimaga olinadi desangiz, xonadonda misol xohlagan darajada chuqur kovlab o'rnatsangiz bo'ladi bularga. Например, Z sifonini qo'ysangiz 20 sm, bu o'zi 20 sm, 40 sm joy egallaydi. Xonadonga qo'ysa bo'ladi buni. Domlaga qo'yib bo'lmaydi. Sababi mana etajda siz 40 sm, 50 sm cho'ktirib Z sifonsiz qo'yaman deydigan bo'lsangiz, nerga qo'shniga joy chegaralanganini hisobiga. Joy chegaralangan hisobiga bu joydan 20 sm yutiladi. Mana bu chashaginimiz esa hozir ko'rsatib o'tganimizdek eko keramika, ya'ni haligi rakibini aytdik-ku, shu zavoddan keladi. Zavod esa bunga 10 yil kafolat beradi. Ko'rsatib o'tgan haligi Marvarid chashaginimiz bor-ku, Eronniki. Undan keyingi o'rinda turadigan mana shu chashagin sarg'aymaydi, sachratmaydi. Narxlari esa 400 ming so'm chiqadi. Klientlarimizga yana bir narsani aytib o'tamiz. Ya'ni Erondan paki bacho so'raganlar uchun paki bacholarimiz keldi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Narxlari esa 18 dollar chiqadi. Xo'p, do'stlar, endi bu tomonda mana sensorli ko'zgularimiz bor ekan. Bular haqida ham qisqa bo'landa ma'lumotini beramiz. Hop, aka, bular haqida ma'lumotini beravering. Ma'lumotimiz mana 3 xil rasvetkada hisoblanadi. Sensorli oynalarimiz. Mana birinchisi rasvetkasiga tokka ulamadik. Sababi ozgina tushunuvimiz yetmay qoldi. Bularni nikel rangi bor, qora rangi bor, gold rangi bor. 3 xil rasvetkada bor. Qulayliklariga keladigan bo'lsak, soat ko'rsatadi, xonani gradusini ko'rsatadi, parlanib ketmaydi, o'zini spirallari bor. 3 xil rasvetkasi. Avval 4-chidagi esa 60 ga 80 kattaroq, gorizontal, undan keyingisi esa yumaloq. Sensorli oynalar. Nechundan chiqadi bularimiz? Xo'p, mana yumaloqlarimiz 300 ming so'mdan chiqadi. Mana kattasi 60 ga 80 gorizontal variant 400 ming so'm qilib beriladi. Mana bular esa 3 xil variantda bo'ladi. 50 ga 70, bularning narxiga keladigan bo'lsak, bular 300 ming so'm chiqadi. Xo'p. Keyingilari va bularimiz-chi, ya'ni bular tayyor. Tagi mebelning ekan, bularimiz. Mebelning. Qayeriki bular? Bular o'zimiz Namangan ishlab chiqarish mahsulotlari. Tepa qismiga keladigan bo'lsak, tepa qismlari esa Xitoy mahsuloti. Sifatlari yaxshi, a'lo darajada. Bularimizni sanozillarga qo'yamiz. Ya'ni sanozillarimizni koridor qismiga,
Ichki qismiga qo'ysak ham bo'ladi. Sababi materiali MDF. Agar sanuzelimiz qisqaroq bo'ladigan bo'lsa, bu suv tegish oqibatida shishib ketish ehtimoli bor. Agar Suvdan ehtiyot qilgan yaxshi. Suvdan ehtiyot qilgan yaxshi. Sanuzelimiz 2,5 metr, 2,5 metrdan yuqori bo'lsa, shunda qo'ysa bo'ladi. Narxlarga keladigan bo'lsak, mana bu oq rasvetkalilari $50 chiqadi. Mana bu esa chaqmoq varianti, bular $52 chiqadi. $2 farq bor. $2 razisa qiladi. Bezaga borligi uchun. Bezaga borligi uchun $2 razisa qiladi. Mana shkaflilarimiz yana ikki xil varianti bor. Bular esa akrilli hisoblanadi. Ularga nisbatan ozgina qimmatroq chiqadi. Bularning narxlari esa $56 chiqadi. Do'stlar, sizlarga qaysi biri ma'qul keldi? Tanlov o'zingizdan kelsangiz, maslahatlashasizlar, bemalol olishingiz mumkin. Hop, do'stlar, mana kichik aksessuarlar bor ekan. Mana bu tomonimizda ham sovun qo'yadigan, suyuq sovun soladiganlarimiz. Hop, nima deydi? Kiyim ilgichlarimiz ham bor ekan. Beshilkalarimiz bor. Nikellik, qora, gold, rasvetkada. Naborlaringizni oladigan bo'lsangiz, shu naborlaringizga bir xil holatda qilib, nikel qilsangiz, nikel rangidan, qora qilsangiz, qora, tilla rang qilsangiz, tilla rang. Misol ayollarimiz keladigan bo'lsa, ko'proq tilla rang xohlashadi. Tilla rang naborlarimizni chiroyli holatda qilib beramiz. Bir-biriga komplekt qilib beramiz. Hop, mana yuqoridagilarimiz-chi? Yuqoridagilarimiz yo'qda deydi. Bularning narxiga keladigan bo'lsak, 5-6 xil rasvetkasi bor. Mana nikellari eng arzon variant xohlaganlar uchun budjetli, bularning narxi 100 ming so'm chiqadi. Mana bu ikkinchisiga esa 140 ming so'm chiqadi, mana bu uchinchisiga esa 180 ming so'm chiqadi. Hop, yuqorida adashmasam bu oddiy oynalarimiz bor ekan, ko'zgularimiz. Yuqoridagi ko'zgu oynaklarimiz bor. Ko'zgu oynaklarimiz yuqoridagisi eng tepedagisini tanlayverasiz, rasvetkalar bor. O'zingizni sanozelingizga qaragan holatda, rangiga atsvet qilib tanlab olasiz. Bu ko'zgularimiz eng tepadagisi tanlab olaverasiz. Har bir donasi 100 ming so'mdan chiqadi. Donasi. Ya'ni o'sha komplekt holatda turgan. Komplekt holatda. Undan keyin, ya'ni pastdagi ko'zgularimiz mana 3 xil rasvetkada turibdi. To'rtburchak, arkalik, to'rtburchak. Bular 3 xili budjetli variant hisoblanadi. Bularga narxiga keladigan bo'lsak, bular 40 ming so'm. Ya'ni ixcham rakovina, ixcham sanuzellaringizga moslab qo'ysangiz bo'ladi. Eng arzon aristollarimiz, ya'ni rollis aristollarimiz bor. 50 talik, 80 talik hisoblanadi. 50 taliklari 920 ming so'm chiqadi, 80 taligi 1 million 100 ming so'm chiqadi. 50 talik aristollarimiz eng arzon rollis hisoblanadi. Undan keyingisi Royal aristollarimiz, ya'ni o'zimiz brend 7-8 yildan beri sotilayotgan Royal brend ostidagi Artel zavoddan chiqadigan aristollarimiz, ya'ni vodan agrevatel. Bularning narxiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, $100 dan hisoblanadi. Ya'ni 1 million 220 ming so'm. Yonidagi esa garanterm, rossiyskiy hisoblanadi. U ham $100 chiqadi. Yonidagi esa uruq uzun, ya'ni bizning tilda slim deydi. Joydan yutaman deydigan insonlar uchun, uruq uzun xohlagan oluvchilar uchun bular ham rossiyskiy hisoblanadi. Bularning narxi esa $110. 50 litr bilan uchalasi ham. Yonidagi esa Zvezda. Bu ham o'zimiz O'zbekiston mahsuloti. 80 talik. Narxi esa $100 hisoblanadi. Ya'ni 1 million 220 ming so'm. Kuxnalarimizga esa 30 talik qo'yishadi. 30 talik aristollarimiz, royallarimiz bor. Ya'ni royallarimiz $91 hisoblanadi 30 taligi. 30 taligi 1 million 100 ming so'm chiqadi. 30 taligini ko'proq kuxnaga. Xo'p do'stlar, endi bu tomonda smart kotellarimiz bor ekan. Bular haqidagi ma'lumotni ham olib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, aka, bular haqida endi ma'lumotini bersangiz. Bular smart kotellarimiz, ya'ni aqlli kotel bo'ladi. Gazoviy kotel, Haier brendi ostida. Bu kotellarimiz Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan bo'lib, ya'ni bizning O'zbekiston hududiga mos holatda past gazga yonadigan kotellar hisoblanadi. Sifati esa yaxshi. Bu yonidagi esa Dynasty. Bu yoqda esa Shumiga, Casella, Auron. Yana joyimiz ozmoz yetmay qolganligi uchun yana 2-3 xil kotellarimiz bor. Ya'ni expert rullis kotellarimiz bor. Budjetni esa eng arzoni rullis chiqadi. Rullis kotellarimiz eng kichigi 150 kvadratdan hisoblangan holatda 150 kvadratli rullis kotellarimiz narxi esa $300 dan chiqadi. Mana Auron kotellarimiz bu ham sifati a'lo darajada. Auron, Dynasty, mana bu kotellarimiz, expert kotellarimiz bitta zavoddan keladi. Bularning narxlari esa mana Dynasty $400, expert kotellarimiz ham $400. Mana Auron kotelimiz
$435 chiqadi. Ya'ni buni ichida stabilizator, gaz reduktor, gaz filtr chiqadi. Mana do'sti bu tomonda endi motor, suv nasoslarimizda Suv nasoslarimiz juda ko'p rasvetkasi. Ya'ni original brendmi? Original brendlarimiz Shimge original Shimge. brendlarimizdan Mana do'stlar. Shimge brendi bor, Tayfu, Alfa Grand. Hozir ommaga kirib kelayotgan yaxshi motorlarimizdan bittasi Shifu motorlarimiz, ya'ni yana EP motorlarimiz ham bor. Bularimiz necha puldan chiqadi? Bularimiz 550 ming so'mdan boshlanadi, 750 ming so'mgacha, ya'ni 550 mingdan 750 ming so'mgacha bo'lgan oralig'idagi motorlarimiz alyumin admotka bo'ladi. Ularga 3 oy garantiya beramiz. 750 ming so'mdan 950 ming so'mgacha motorlarimiz bor. Bular esa mana Shimge, Tayfu, Shifu, EP brend ostidagi mis admotka motorlarimiz. Bular esa garantiyasi 1 yildan 3 yilgacha hisoblanadi. Bular mis admotka bo'ladi. Kuyib qolgan holatda ham admotkasini o'ratib turib, yana qaytadan ishlatsangiz bo'ladi. Sifatli motorlar 750 ming so'mdan 950 ming so'mgacha chiqadi. Xo'p, do'stlar, keyingisi Bular sirkulyatsionniy nasos, ya'ni uyingizni katenniy qiladigan bo'lsangiz, katenniyga ishlaydi, bular suvni sirkulyatsiya qilib beradi. Mana Kepediya bu ham o'ta yaxshi motor hisoblanadi. Buni zavod 5 yil garantiya beradi. Mana bu esa Shimge brend ostidagi sirkulyatsiya nasoslarimiz esa, mana bu esa Tayfu brend ostidagi suv nasoslarimiz. Bular 25 ga 4, 25 ga 6, 25 ga 8, 32 ga 6, 32 ga 8 chiqadi. Bularning narxlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, eng kichkinasi, ya'ni 25 ga 4imiz $25 chiqadi. Ya'ni 300 ming so'mdan. Yuqorilab ketaveradi. 330 ming so'm, 400 ming so'm, 450 ming so'm, 600 ming so'm, 800 ming so'm, 850 ming so'm va hokazo. do'stlar, o'zingizga ma'qul narxdagisini olaverasizlar. Xo'p, do'stlar, endi bu tomonda santexnika montaj uchun kerakli, mana fitting deyiladimi? Har xil nasatkalar, rezbovoy, bez rezbovoy mahsulotlar bor ekan, mana do'stlar. Xo'p, bularimiz haqida qisqacha ma'lumotini olsak, narxlari bilan. Bularimizni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, firmasi Gidroplast hisoblanadi, ya'ni o'zimizni O'zbekistonimiz, ya'ni Namanganimizda ishlab chiqariladi. Sifati o'ta a'lo darajada hisoblanadi. Bu firmani usta akalarimiz juda yaxshi bilishadi. Sifati o'ta a'lo darajada, ya'ni sirolari o'ta toza, koreyskiy siroda bo'ladi. Sifatlari o'ta yaxshi bo'ladi. Xohlagan o'lchamdagi, razmerdagilarda Xohlagan o'lchamdagi razmerlarimiz bor. Adapter amerikankalar bo'ladi. Mana bu tomonda ham kichkina lekin kerakli, o'zini joyida juda ham ishlaydigan mahsulotlar bular. Mahsulotlarimiz. Mana bu esa mana klapanlarimiz hisoblanadi. Mana topli pol montajlariga ketadigan aksessuarlar, usta akalarimiz uchun nasatkalar, mana attitskatel vintlar va hokazo. Bag'i ariston обратный klapan, sushilkalar. Do'stlar, barcha mayda detallar hammasini shu yerda topasizlar. Xudo xolisa santexnikaga kerakli barcha buyumlar bor ekan. Hop, bu tomonda Reduktorlarimiz bular 3 xil rasvetkada bo'ladi reduktorlarimiz. Bu reduktorlarimiz modas hisoblanib, reduktorlarimiz narxiga keladigan bo'lsak, 700 ming so'm chiqadi. 2 kiloli reduktor hisoblanadi. Pastdagi esa o'sha mayda aksessuar fittinglar hisoblanadi. O'sha gidroplastikka 20 lik razmerdan tortib 60 lik razmergacha bor. do'stlar, barcha turdagisini topa olar ekansizlar. Ya'ni uloqqa yangi montaj uchun ham tayyor bor ekan. Xomutlarimiz bor ekan do'stlar. Xo'p, do'stlar, barchasi siz va sizning xonadoningiz uchun bo'lmoqda. Xo'p, mana batareyalarimiz panelli radiator hisoblanadi. Buni ikki xil firmasi bor. Ya'ni Farg'onaniki Creative degan firmamiz bor. Ya'ni O'zbekistonda Artel zavodini Akfa degan firmalarimiz bor. Akfa brendi ham bor, Creative Farg'onaniki. Batareyalarimiz ham hammasidan bor. Xo'p, bu razmerdagimiz necha pul chiqadi mana shu? Mana shu bu razmerdagilarimiz 41 hisoblanadi. Narxi esa 700 ming so'm chiqadi. Yuqoridagi Andragat deydi, Akfa zavodidan chiqadi. Narxlari esa 1,5 million so'm chiqadi. 1,5 million so'm. Xo'p, do'stlar, bu tomonda mana vitichkalarimiz ham bor ekan, ya'ni oshxonalarimiz uchun juda ham hozirgi vaqtda kerakli. Xo'p, bular haqida ham ma'lumotini olamiz. Bular hammasi ikkita motorli hisoblanadi vitichkalarimiz. Mana Ferre sifatlari o'ta yaxshi, 700 ming so'm chiqadi. Mana bu o'sha Artel zavodniki, Akfa zavodniki ikkita motorli hisoblanadi. Sifati a'lo darajada, narxlari esa 850 ming so'm. Tevadagi esa u ham
mana Ferre firmaniki sifati o'ta a'lo darajada hisoblanadi. U eng tepedagi yuqoridagi ikkita, ularning narxlari esa 900 ming so'm chiqadi. Dizaynda farq bor. Ha, dizaynda farq bor. Do'stlar, mana bu tomonda suv filtri ham bor ekan. Suv filtrlarimiz bittaligi 65 ming so'm, ikkitaligi ya'ni 130 ming so'm, uchtaligi esa 220 ming so'm chiqadi. Do'stlar, bularni qo'ysa albatta foyda bo'ladi. Xo'p, endi bu do'stlar, bu tomonda mana bu ayniqsa yosh katta ota-onamizga juda ham foydali bo'ladi. Bittadan qo'yib qo'yilsa ziyon qilmaydi albatta. Xo'p, o'zi oldin kvartiraga qo'yiladi, o'zi xonadonlar ham qo'yishmoqda albatta. Bularni ma'lumot beradigan bo'lsam, mana Grand firma hisoblanadi, Toshkentniki. Sifatlari yaxshi, birinchi sort hisoblanadi. Narxiga keladigan bo'lsa $38. Mana bu esa Eka keramika Farg'ona zavodniki. Boya aytib o'tganimizdek, zavod tomonidan keramikasiga 10 yil kafolat beriladi. Bularning narxiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bular $45. Mana bu esa Koko brendi ostidagi Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan bo'lib, yalpi ichki bozorimizga kirib kelganiga 10-15 yil bo'lgan bo'lib, bu mahsulotimiz o'ta yaxshi, birinchi sort hisoblanadi. Bularning narxi esa $47 hisoblanadi. Mana bu litoy unitazlarimiz hisoblanadi. Koko Xitoy zavodida ishlab chiqarilgan bo'lib, bular quyma hisoblanadi. Ya'ni mana orqa tomondagi bachoklari splashning o'zi bilan ishlab chiqarilgan bo'ladi. Mana bu bachoklarimizda misol bular отдельный hisoblangan hisobiga suv oqish ehtimoli oz-moz bo'ladi. Bularda o'sha narsa bo'lmaydi, splashno bo'ladi. Bularning narxlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, $72 chiqadi. Ya'ni kursga keladi. Kurs o'ynab turgan hisobiga 1 so'm 2 so'm oqa-boqa bo'lishi mumkin.